Assalomu alaykum hurmatli kitobxon. Bugun biz sizlarga tavsiya qiladigan kitobimiz Yuy Huaning Yashamoq kitobidir. Bu asarda Xitoyning og'ir ijtimoiy-siyosiy davrida boylikdan kambag'allikka tushib qolgan va o'z yaqinlarini ketma-ketlikda yo'qotsa-da, matonat bilan hayotda yashash uchun kurashgan oddiy inson taqdiri haqida aytib o'tamiz. Hurmatli kitobxon, siz ushbu kitobni Uchquduq tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib o'qishingiz mumkin. Asosiy g'oya qanchalik og'ir bo'lmasin, inson yashashda davom etadi va hayotning qadrini tushunadi. Yashamoq ichida eng ta'sirli joylar juda ko'p. Sizga 5 daqiqada o'qib tushunadigan qilib, eng yurakka tegadigan sahnalarni oddiy qilib aytib beraman. Birinchisi, boylikdan qashshoqlikka tushishi. Fukui yoshligida boy, beparvo hayot kechiradi. Qimor o'ynab, butun boyligini yo'qotadi. Eng og'ir joyi otasi shu uyatdan va qayg'udan kasal bo'lib vafot etadi. Bu yerda inson birgina noto'g'ri qarori butun hayotini o'zgartirib yuborishini his qilasiz. Urushdagi azoblar. Fukui majburan urushga olib ketiladi. U yerda ochlik, qo'rquv, do'stlarining o'lishi. Eng ta'sirlisi, u faqat tirik qolish uchun yashaydi. Boshqa hech narsani o'ylamaydi. O'g'lining o'limi. Bu eng yurakni ezadigan joylaridan biri. Fuguining o'g'li oddiy sabab bilan shifokorlarning beparvoligi tufayli vafot etadi. Eng og'riqli tomoni, otasi sifatida hech narsa qila olmaydi. Bu joy ko'pchilikni yig'latadi. Qizining taqdiri. Qizi nogiron, lekin juda mehribon bo'ladi. Turmush quradi, lekin baxti uzoq davom etmaydi. Eng ta'sirlisi, u ham hayotdan erta ketadi. Bu yerda yaxshi insonlar ham nega azob chekadi degan savol tug'iladi. Oxirgi yolg'izlik. Asar oxiriga kelib, ota-onasi yo'q, xotini yo'q, farzandlari yo'q. Fugui yolg'iz qoladi. Eng mashhur ma'no shu yerda. U hamma narsasini yo'qotsa ham yashashda davom etadi.